Universitet klinikasiga kelganimizga hali 1 yil bo'lmadi. 6 oymi, 7 oy bo'lib qoldi. O'g'lim shunaqa ukoldagi shunaqa bo'lib qolgandi. Bolam nogiron bo'lib qoladimi qo'rquvdim. Yo'q, yaxshi. Go'zalxon tumes qo'yaptilar. Ular ham yaxshi, baraka topsin. Mahliyo massaj qilyaptilar. Foydasini ko'ryapmiz. Bolam o'sishi ham yaxshi, rivojlanishi ham yaxshi. Tetik bolam semirib, ancha kuch-quvvatga kirib qoldi. Foydasini sezyapmiz massajlarini. Elfika qilishadi, fizikultura qilishadi, hammasi yaxshi. Qizlar ham, bolalar ham, massajchilar, temeschilar, Nigoraxonga ham, qo'llarni ishchilariga ham katta rahmat. Qo'l ko'zligi dard ko'rmasin. Rahmat, baraka topsin hammaliga. Omadligini bersin. Biz juda ham xursandmiz, ancha o'zgarishlar bor. Hammasi yaxshi, baraka topsin. Biz juda minnatdormiz. Ancha yaxshi bo'lib qoldi bolam.